Lada Vesta Cross ishqoz davomi. Yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar top-toza ekan. Balonlarni ko'rsatamiz. Salonlarni ham ko'rsatib qo'yaman. Probegi 123 ming ekan. Salon holatlari. Mashinamiz benzinda ekan. Gaz o'rnatilmagan ekan. Ko'rishingiz mumkin. 2019-yil kraskasi toza, 123 ming yurgan Lada Vesta Cross. Narxini 7,5 ming deyapti. Yana ichida kelishtirib beradigan joyi bor ekan. Nomerni aytib yuborasiz? 99 lik 992 0777 ga bog'lanib, telefonlashib savdosini qilaverasiz. Lada Vesta Cross ishqoz davomi. Yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar top-toza ekan. Balonlarni ko'rsatamiz. Salonlarni ham ko'rsatib qo'yaman. Probegi 123 ming ekan. Salon holatlari. Mashinamiz benzinda ekan. Gaz o'rnatilmagan ekan. Ko'rishingiz mumkin. 2019-yil kraskasi toza, 123 ming yurgan Lada Vesta Cross. Narxini 7,5 ming deyapti. Yana ichida kelishtirib beradigan joyi bor ekan. Nomerni aytib yuborasiz? 99 lik 992 0777 ga bog'lanib, telefonlashib savdosini qilaverasiz.